Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasidan yangi uyni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlar bitta videoga like bosib qo'ysanglar, men narxlari bilan aytib o'taman. Orqamizda 2 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan patkulch uyimiz. Fasad razmeri 8 metr ekan, uzunligi 25 metr. Tashqari tarafda ham bemalol mashina qo'yish uchun joylar bor. O'z mahallani ko'ryapsizlar. Hammasi yangi qurilgan uylar. 5 yulduzli mahalla desak ham bo'ladi. Endi marhamat, ichkariga kiramiz. Ani bismillah deb darvoza orqali okamiz lekin proyektni boplab qo'yibdilar. Kiraverish kattagina baland darvozaxonamiz. Uyga kirib kelarkanmiz, chap tarafda yashil hudud va bu yoqda bitta hojatxona qoldirilgan, rakvinaga ham kommunikatsiyalar qoldirib ketilgan ekan. Endi marhamat, imoratni qaranglar, juda bir noodatiy qilibdilar. Bunaqa burchak romlar qilib, hozir xonalarning ichini hammasini ko'ramiz. Binosi shu yer to'lasi bilan hisoblaganda 160 kvadrat metr kattalikda deyaptilar. Yer to'lamiz ham bitta xona, uyimizning isitish tizimlari joylashtirilgan. 3,5 ga 6 metr kattalikda bo'lyapti. Endi sekin-astalik bilan binoni ichiga kiramiz. Qani marhamat. Binoga kirib kelishimiz keng yo'li. Birinchi bo'lib bu yoqdagi mehmonxonani ko'rsataylik. Uzunligi 7 metr ekan. Mana shu mehmonxonamizning juda chiroyli dekorlardan foydalanilgan. Endi chap tarafga o'tganimizda bu yoqda umumiy yuvinishxona, hojatxonalari bo'lsa, buni yonginasida marhamat, ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona, mebel texnikalarigacha hammasini tayyor qilib qo'yibdilar. Endi mana bu yoqdan zinalarni ko'rasizlar. Zinani tagida ham bunaqa narsalar qo'yish uchun shkof yasab yuborilgan ekanlar. Joydan juda ham zo'r unumli foydalanganlar. Birinchi qavatimizdagi bu oxirgi xona bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda 3 ta xona va bitta kichkina hol desak bo'ladi. Bu yoqni ham divanli zona qilib foydalanamiz. Endi marhamat, bitta holini ko'ringlar tepadan. Juda bir zo'r kompaktli uy bo'libdi lekin bitta oila maza qilib yashaydi. Marhamat, ikkinchi qavatimizdagi birinchi xona bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan. Shunda kirganimizda o'ng tarafda o'zini yuvinish xonasi, san uzuli bor va bu yoqda ham burchakli romlar qo'yilgan. Mana shunaqa ajoyib ta'mirlardan chiqarib qo'yilgan. Bu yoqga endi bitta kravat qo'yiladi. Zinadan chiqqanimizda chap tarafda ikkita bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu birinchisi. Aboylarida farq qiladi. Ko'rishinglar mumkin. Bu ikkinchisi bo'ladi. Endi ikkinchi qavatimiz uchun umumiy mana bu tarafda yuvinish xonasi bor. Unitaz, rakvina, bu yoqda dushlar. Xullas, narxiga keladigan bo'lsak, okamiz 179 ming dollar so'rayaptilar. Endi tepasida naqd pul bilan keladigan bo'lsanglar, albatta kelishiladigan joylari bor. Joy egalarini, nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.